ko'pchilik ham so'rab turgan original motobloklarni hamda mini ko'patlardan boshlab eng katta suvga katta 17 ot kuchli motoblokni tanishtirgan motobloklar o'zi qanaqasi bor degan ekan. Agroservis do'konlariga yangi partiyada mini ko'patlardan boshlab 17 ot kuchli motobloklar yangi partiyada kirib keldi. Hozir ma'lumot boshlayman. Xo'p, birinchi bo'lib motoblogimizga tashlamiz. Motoblogimiz kartli variant bo'ladi. Bu 5 ot kuchli bo'ladi. Bizon baklariga toza bizon quyiladi. Bu tomondan unga yog' quyiladi. Yog'siz yo'llar zavodning orqali bo'ladi kerak. Xo'p, pichoqlar original yaxshi pichoqlardan bo'ladi. Reduktorlar katta reduktorlardan qo'ygan hisoblanadi kerak. Xo'p, yengillari juda ham yengil, kilogramm ishlangan bo'ladi kerak bugun orolliga. Xo'p, bemalol buni yoshi katta ayollar va bolalar ishlatishi mumkin bo'ladi. Yo'q uka, menga sal yaxshiroq bo'lsin degan uchun qarton aytamiz. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan texnik motoblogni tavsiya beramiz. Hozir ko'rdilaring aravada kelib, qanaqa to'g'rimizdan berishadi. Xo'p, yoqir to'lari bizon boklar 3 litrli bizon bokga hamda korobka o'yib yozilgan bo'ladi. Ruzish joylar zavodning orqali yarmta toshib yurib bera oladi. Motorlar 170F motor, moddachilari bor, korobkalar kattakon 450 ta hisoblanadi. Yo'llaridan ko'rqasi uzunligi yaxshi, orqasida qishloq xo'jalik bo'lgani uchun uni uzun qildirib kelganmiz. Hamda aravada o'tirganingizda tepa pastga qilib qilishlar ham mumkin. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skorlar mavjud hamda zatlilargacha mavjud. Undan keyingisi 7 ga 9 modeli. Balonlari mashina balonlaridan qo'yilgan. Yo'qortilari bizon moklari 5 litrli yuzish joylar zavodning orqali o'zlari esa mastlik filtr bo'ladi kerak. Yo'llari bundan ham uzun qilib ishlangan. Buning orqasida qishloq xo'jalik bomba, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karchabatlarni ustoqqa qilaverasizlar. Oldiga ikkitadan orqaga transkorlar mavjud. Yetalash juda ham oson bo'lishi uchun ularni gidravlika qildirib kelganmiz. Ko'rishinglar 90 gradusga bemalol aylanib bera oladi. Menga kerak bo'ladigan bo'lsa ekran pastda nomerim bor. Uka, menga sal kattaroq bo'lishini, kattaroq bog'larim bor, dalam bor degan shu 9 ot kuchli motoblogni tavsiya qilamiz. Xo'p, bizon bo'ladi, yo'qortulari bizonlar 5 litrli yuruvchilar zavodning orqali bundan ham yarmi tortib yuradi. Motorlari 177F motor, reduktorlar kattakon 450 ta reduktor bo'ladi. Boshlarda 7 ot kuchli texnik motoblogga 450 ta reduktor dedim. 450 talik korobka o'zi 9 ot kuchlikka qo'yiladi, lekin men buni o'zimiz do'konimizda 7 ot kuchli original texnik motoblogga 450 talik korobka qo'ydirgan bo'lamiz. Xo'p, oldiga ikkitadan orqaga bittadan skorlar mavjud. Rullarni tepa pastga qilasiz. Xohlaganingizda qilib ishlatishingiz mumkin. Komplektda hammasi ishdan chiqqan narsalar pichoqlari hisoblanadi. Boshqa hech narsa chiqmaydi. Agar siz pichoqni boshqa yana nimadir chiqayotsa, xuddi o'sha narsani mutlaq tekinga bir so'm bera olamiz. Xo'p, menga 15 ot kuchli motobloging ham bormi degan shu 15 ot kuchli motoblogimiz oldida LED farali ham mavjud bo'ladi. Oldiga ikkitadan orqaga ikkitadan skorlar mavjud. Xohlaganlarga zavod orqali, xohlaganlarga esa stator orqali zavodga olib bera oladi. Akkumulyatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Korobka bundaqa xuddi o'sha 450 talik korobka hisoblanadi. Kimga mana shunaqa 15 ot kuchli yoki 9 ot kuchli motoblog kerak bo'lgan bo'lsa, ekranda nomerim qoldirdim. Yo'q ukamaga eng yaxshi bo'lsa, ham sifatlisi bo'lgan shu Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan texnik motoblog hisoblanadi. Rullari gidravlikali, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'ng tomonga bo'lib bera oladi kerak. Yo'qotlar bizon moklari 5 litrli yuruvchi joylar zavodning orqali xohlaganlarga esa stator orqali yurib bera oladi kerak. Oldida juda ham chiroq ishlangan LED farasi mavjud. LED farasi mana shu qorong'u tunda ish qilishiga yordam bera oladi. Akkumulyatorlar ham mavjud bo'ladi. Balonlari kattakon Shiroki 612 balon hisoblanadi. Korobkalari esa 550 talik korobka qo'yilgan bo'ladi. Past tomondan ko'rsatib qo'yamiz. Korobkasi kattakonligini qo'shiladi uchun bir qarashda kattaroq hisoblanadi. Nargisini ko'radigan bo'lsangiz, sal kichikroq bo'ladi. Shuning uchun biz bunga 550 talik dem bo'lib bunga yana ham kattakon bo'lgan korobka qo'ydirib kelgan bo'lamiz. Xo'p, rullarni 360 gradusga aylantirishlar mumkin bo'ladi. Shu joyda o'zidan yechib. Xo'p, bunga nimaga sabab bo'ladi? Orqasida bunday qishloq xo'jaligi bomba, qishloq xo'jaligi
rutinlik kasilka, jatka patlarni ustonovka qiladigan bo'lsalaring, avtomatik rulni shu joydan yechamiz, orqa tomonga olsak, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Optim bazani prinsiplar qo'rdan xarid qilib olaman ekanmiz. Pastdagi nomerga aloqa chiqarasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.